Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari hamda kanalimiz obunachilari. Bugun 12-oktyabr 2025-yil ertalabki soat 8:00 da ushbu videorolik orqali sizlar bilan uchrashib turganimdan xursandman. Xo'p, mana dehqonchilik sezonini biz tugatdik. Endi qishki mavsumga o'tdik. Endi har doimda shu mardikorlik qilib turadigan hunarimiz ham bor. Mana qishki sezonda xudo xolasa mana usta bor. Xo'p, bir uyni to'yga tayyorlayapmiz. Albatta bu yerda shu ustozlarning, sherik ustozlarning xizmati juda katta. 3 kunlik ishimiz qoldi. Hali bu ishlarni chalasi bor. Xo'p, bu yerda endi malyarlik, santexniklik, elektriklik ishlarni qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Xudo xolasa bu yerda 9 kundan keyin to'y bo'ladi. Mana dushovoylarimiz shunday kafellardan terilgan. Mana bu fantaziyamiz. Issiqlik tarqatadi, dekoratsiyada xullas. Ya'ni ko'zga yaxshi ko'rinish uchun manzara bo'lishi uyda ichida mana shunday dekoratsiyani hosil qildik. Xudo xolasa dehqonchilik masalasida ham parnik izlayapman. Endi parnikka hech bir ishlab ko'rmaganman. Agar parnik topiladigan bo'lsa, yana shu dehqonchilik mavzusida videolarni qo'yib boramiz. Xudo xolasa ishlarimiz yoqqan bo'lsa, iloji bo'lsa kanalimizning rivoji uchun bir dona like bosishni unutmang. Salomat bo'ling.